Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizlar kazino o'ynashga keldik. Kazinoda ko'ramiz o'z omadimizni sinab. Lekin 3 ta odam 12 tushirdi. Ko'ramiz necha turar ekanmizni. 7. Bu yerdan necha minus yoki plus bilan chiqar ekanmizni ko'ramiz. Kanalga obuna va like bosib qo'ying. 50 ta obunachi bo'lsak stream qilamiz. Bunda da omadimga beg'aldi. Hozir 34 ming. O 34 ming qabulladi. Ko'ramiz kim yetar ekanini. Bu safar lekin yutsam normal bo'ladi. Qayoqdang dedim. Ich nima u? Ich degan. Nima omadim kelmayapti? Afsuski bizda 100 mingga yetmaydi. Hozircha bizlar bu ruletkani o'ynaymiz. 5 degan kami. Afsuski yetilib qoldik. Bunda ham mag'lubiyatga uchradik. Buni qayerdan bilaman desangiz, bu yuqorida 520 deb tur. Shu ko'paysa siz yetgan bo'lasiz. Agar kamaysa siz yetgan bo'lasiz. Bu yerda qora rangga solib ko'rdik. Ko'ramiz hozirda. Mana 530 bo'ldi. Bu yerda yetdik. Har xil o'yinlarni o'ynab ko'raylik. Bu karta menimcha. Voy, mana hech kimni qaytarmay qoldi-ku. Bu qaytarmas ekan. Bunday yo'q ekan. Ruletka. Ketganimda ana buni o'ynaylik. Pul chiqib 480 ning 450 ni pul qilib olaylik. Mana 42 ming pul bo'lar ekan. Diler yok mu? Diler bu yoqda ekan. Ana o yerga bordi. Sanashga 18 ming. Ikkita odam hozircha. Yana bitta odam keldi. U 3 odam bo'ldik. 4 odam. 8 ana endi comeback qilamiz, comeback. Yigirma bilan yana bitta ko'ramiz.
ko'zlab turadi. Uzr do'stlar, ozgina uzilish bo'ldi. Videoga chaqirib qolgan edi. Shunga ozgina uzilish bo'ldi. Ketdik 29 mingga. Mana necha pul ekan? 21 ming. Yetti, 4, 3. Mana comeback yana. Yigirma ikki ming 222 degan taklif qilgan edi, lekin 25 mingni qobulladi. Ozgina yetmay qoldi, ozgina. 10, 11, 12. Hamma odam katta sifrlarni tushirdi. Kanalga obuna bo'ling. 50 ta obunachi bo'lsak, birgalikda stream qilamiz, pulli o'yinlar o'tkazamiz. Aytganday, oilaga qo'shmoqchi bo'lganlar kommentariyaga yozib ketsangiz, o'zim sizlarni qo'shaman, rank beraman. Bu 38-server. Voy, bir sifr yetmay qoldi-ku u odamga. Ozgina sabr qilish kerak edi. Yana 20 mingdan ketdi. 4 ta odam. 8, 5. Hozirda ikki, 3. Ana yetdik. Do'stlar, shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Video uzoq bo'lib ketmoqda. Qisqa bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sabr men Islom.